Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz ona tili darslarida savolga o'qitish pedagogik texnologiyalari. Bunda aynan ona tili darsini bolalarga o'rgatishda qiziqarli va yangi texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi. Kirish savodxonlikning ahamiyati va zamonaviy yondashuvlar. O'qish va yozishdan tashqari savodxonlik bolalarga aynan o'qigan matnlarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish qobiliyatini ham beradi. Yana bir axborotni idrok etish, global axborot oqimida to'g'ri va ishonchli ma'lumotlarni ajratish, ularni qayta ishlashni o'z nutqi va nazarida shakllantirish hisoblanadi. Kreativlik va innovatsion bu hozirgi zamonda aynan kerakli bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Bunda savodxonlik, ijodiy yozish, fikrlar, tizimlashtirish, yangi g'oyalar shakllantirish hisoblanadi. Aynan hozir bolalarga kreativ fikrlashni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. An'anaviy va innovatsion pedagogik texnologiyalarga biz an'anaviy texnologiyalarga ma'ruza, darslik va yozma og'zaki mashqlar, yodlash usullarini olsak bo'ladi. Bu ma'ruza oddiy qilib aytganda o'zimiz ham kiradigan bitta ma'ruzachi va tinglovchi o'quvchilar bo'ladigan dars hisoblanadi. Innovatsion usullarga esa interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, AKT ya'ni axborot kommunikatsiyadan foydalanish va differensial ta'lim kiradi. Interfaol metodlardan biz aqliy hujumni olsak bo'ladi. Aynan dars o'tish davomida bolaga qiziqarli va o'sha darsga oid savollarni berib boriladi. Axborot kommunikatsiyadan foydalanish bu bolalarga hozirgi kunda qiziq hisoblanadi, chunki deyarli 70% bolalar aynan kompyuter va telefonlardan foydalanishni bilishadi. Bunda biz turli xil saytlar yoki kompyuter o'yinlari orqali dars o'tishimiz mumkin. Interfaol o'qitish metodlari, o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali dars o'tishimiz mumkin. Bunda didaktik o'yinlardan foydalanish, bunda aynan bolaning lug'at boyligini oshirish, so'z birikmalarini o'rgatish, grammatik qoidalarini mustahkamlash uchun kim tezroq yoki so'z o'yinlari, kim ko'proq biladi o'yinlardan foydalansak bo'ladi. Ijodiy yoki yozma ishlarni bola yaxshiroq topshirishi uchun ularga she'r yozish, hikoya to'qish, insho yozish kabi amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning o'z fikrlashlarini yozma ravishda to'g'ri bayon etishlarini o'rgatamiz. Yana bir rolli o'ynash, aynan bunda bolalar o'zini erkin tuta olish va turli xil hodisalar va vaziyatlarga tushganda bola o'zini yo'qotib qo'ymasligiga o'rgatamiz. Munozara va bahslar, aynan biror bir vaziyat beriladi. Bu bolaning yoshiga mos vaziyat bo'ladi. Bunda bola o'zini holatidan kelib chiqib yoki jo'ralar bilan, o'rtoqlari bilan bahslashgan holatda bu masalada yechim topishadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarida imkoniyatlari deyilgan. Bunga interfaol doskalar, internet resurslari, ta'lim dasturi ilovalari, multimedia resurslari kiradi. Differensial ta'lim har bir o'quvchini uchun individual yo'nalish hisoblanadi. Aynan bunda vazifalarni farqlash, ya'ni masalan, quloq eshitmaydigan bolaga eshitish orqali bo'ladigan vazifalarni bermaslik, unga aynan ko'rish yoki qo'l taktil orqali qilinadigan vazifalarni berish hisoblanadi. Guruhlarda ishlash, bunda aynan bir guruhga mas'ul bo'lgan, masalan, A harfini yoza olmaydigan bolalarni bir guruh qilib ishlatish yoki B harfini yoza olmaydiganlarga ular uchun alohida ishlatish bo'ladi. Ular uchun alohida metodlar ishlab chiqiladi. Aqliy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari, bunda bolaga aynan savol-javob, dalillash, aqliy hujum va matnli tahlil usullaridan foydalanib, buni o'rgatishimiz mumkin. Bola aynan tanqidiy fikrlash orqali bola kelajakda yaxshiroq o'sishi mumkin. Savolga o'rgatish baholashning samarali usullariga formativ baholash, rubrikali baholash, portfoliolar baholash, o'z-o'zini baholash va o'zaro baholashlarni olsak bo'ladi. Formativ baholash bu hozirgi kunda aynan o'quvchini baholashini hisobga olamiz. O'z-o'zini baholashda bola o'zini baholaydi yoki yondagi o'rtog'ini baholashga olinadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona tili darslarida samaradorlikni oshirishda doimiy innovatsiyalar, hamkorlikni kuchaytirish, o'qituvchi markazi, kelajak iqtiboslar orqali o'tkazishimiz mumkin. Bunda aynan doimiy innovatsiya deganda o'qituvchi doimiy ravishda o'z malakasini oshirib borishligi, hamkorlik va kuchaytirish, bunda aynan yosh o'qituvchilar, yoshi katta va bilimlari ko'p o'quvchilardan yordam so'rashligi, kelajak iqtiboslarga ona tili ta'limida pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'zbek tili nufuzini oshirish kiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona tili o'qitishda texnologiyalar muhim rol o'ynaydi, ayniqsa hozirgi zamonda.